Bir insonga xolis ehson qilishlik uchun albatta Alloh subhanahu va taolo qalbiga solmasa u inson ehson qila olmas ekan. Shuning uchun hadislarda insonni cho'ntagidan, hamyonidan pul chiqarib berishligi 500 yillik masofa degan ekan. Qarang, shunchalik darajada uzoq ekan. Oson emas ekan demoqchiman. Shaytonni bo'yniga qilich urib ehson qilish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam vaholanki kim xayri ehson qilsa qasam ichib aytamanki uni Alloh taolo zoya qilmaydi, balki o'rnini chiroyli qilib ziyoda qilib to'ldirib qo'yadi deb aytganlar. Sulaymon Rojihiy bu Makka va Madinadagi oliy gohlarga homiylik qilayotgan, ularning stipendiyalarini to'layotgan, yordam berayotgan bir inson, homiy bir inson. Mana 5000 ta talaba o'qiyotgan bo'lsa, har bittasiga 200 dollardan oshiq stipendiya to'lanishiga va qancha insonlarni bu dargohlarda o'qib ilm olishiga sababchi bo'lyapti. Bu narsani kelib chiqishini sababi bu inson nihoyatda kambag'al bo'lgan, nochor bo'lgan, maktabda o'qib yurgan kezlarida kanikulga chiqib hammalarini mana maktabimiz tugadi, kanikulga chiqdik, endi biz ta'til bayramini o'tkazamiz, ertaga hamma 1 riyoldan pul olib kelsa yo'l kiraga albatta nonuchtalaring, yemoq ichmoqliklaring bizni xarajat bizdan bo'ladi deb turib shuni tashkil qilishganda hammalari xursand holatda uylariga ketadi-yu, Sulaymon borib ota-onasiga shu 1 riyol bizga pul so'rayapti, ertaga ziyoratga chiqamiz ekan, maktabimiz yakunlaganligi uchun, kanikulga chiqqanligimiz uchun desa, ota-onalari bolam o'sha 1 riyol bizda pul yo'q, o'sha 1 riyolimiz yo'q bizim, 1 riyolimiz bo'lganda berardik, afsuski yo'q degan javobni oladi bola. Ertasiga xomish holatda qaytayotganini ustozi ko'radi, biladiki hamma xursand holatda 1 riyoldan pul olib kelyapti-yu, ko'ryapmiz, 1 riyolni ko'rdik, tanga 1 riyollik, kerak bo'lsa bitta choyni 2 riyolga olyapmiz. 1 riyol arzimagan pul aslida. Mana shuni topib bera olmayapti. Ustoz buni ko'rib turib hammasi xursand, pul 1 riyoldan beryapti, bola bermayapti. Sulaymon Rojihiy maktabda yaxshi o'qiganligi uchun, tengqurlaridan ko'ra ilmi kuchli bo'lganligi uchun shunday savol beradiki, shu savolni faqatgina Sulaymon Rojihiy biladi. Qolganlari bilmaydigan savolni beradi. Albatta bu savolni kim topadigan bo'lsa 1 riyol yutug'i bor. Bo'pti deyishadi, hammalari ustozga tinglab qarab turishadi, savolni beradi, vaholanki hech qaysi bilmaydi, Sulaymon Rojihiy qo'l ko'taradi. O'sha savoliga javob beradi va uni tasdiqlaydi ustozi. Mukofot egasi kim? Sulaymon Rojihiy deb beradi, 1 riyolni beradi. Bola uzr aytgani kelgan edi. Shu 1 riyol pulimiz yo'qligidan men bora olmaydigan bo'ldim, ustoz meni kutmang, meni jamoat kutmasin deb aytgani kelgan bolani rag'batlantirib, xafa bolani xursand qilib, ko'yni cho'kkan bolani ko'ynini ko'tarib, haligi joyda dunyolarga sig'may ketadi bola. Haligi 1 riyolni olib qaytarib, ustoz mana shu 1 riyolni bering, men ham ketadigan bo'ldim deb xursand bo'ladi. Bu bola shunaqangi bir chiroyli holatda yaxshi o'qib, ilmli bo'lib, bilimli bo'lib, universitetlarni tugatib, moliya sohasida bir cho'qqilarga chiqib, bank ochadi va davlat bilan shartnoma qiladi. Shartnoma shunday bo'ladiki, bir qismi menga, bir qismi davlatga va bir qismi Allohga deb ajratamiz deb shartnoma tuzishadi. Va shunga davlat rozi bo'ladi. Haqiqatdan ham bir qismini Alloh uchun ajratishadi. Endi qarangki, Xudo uchun ajratilingan, Alloh rizoligi uchun boshlangan yo'lda Xudo shunday yo'llarini ochadi. Tez kunlarda barakat topib, shunaqangi xayrli ishlari ko'payib ketadi va bu sohada ilgarilab ketadi. Kunlarning birida birga o'qigan tengqur sinfdoshlar bilan gaplashib, hangomalashib o'tirgan vaqtda ustozi haqida gap ketadi va
bo'lib o'tilingan haligi 1 riyol voqeasi esiga keladida, ustozi qayerdaligini izlashni boshlaydi. Bilganlar aytadiki, ustozimiz Makka shahrida yasharida, afsuski ijoralar ko'tarilib ketganligi uchun u shaharning chekkasiga arzonroq joyga ketib qoldi va sharoitni shunday og'irki, hozir o'sha joyda ham ijorasini to'la olmayapti degan ma'lumotni oladida tura olmay qoladi Sulaymon Roshid. Chunki bu insonni bemisl yaxshiligi hali hamon yodida edi. Izlashni boshlaydi ustozini. Izlab topib borib eshigini taqillatib chaqiradi. Haqiqatan ustoz qarigan chog'i taniydi va o'zini tanishtiradi va tanimaganligini aytadi. Keyin aytadiki, meni bir vaqtlar 1 riyol berib, o'rtoqlarimning ichida xursand qilib, meni ta'til bayramiga olib chiqqansiz deganlardan keyin eslaydi. Bo'ldi, men esladim deydi. Aytadiki, eshitdim sharoitingiz og'irligini va shuncha ijaralarni to'lay olmayotganligingizdan xabardor bo'ldim deb sizga men shu 1 riyolni to'lagani keldim deb shu 30 riyol 40 riyol sarflab kelib shu qarzingni 1 riyolni to'lagani keldingmi Sulaymon desa, ha albatta. Shuni to'lash uchun keldim. Mashinasiga o'tkazib o'zi uchun tayyorlayotgan bir dachaga olib keladi. Olib kelib ustozini aylantirib ko'rib, ustoz, mana shu dacha sizga yoqyaptimi? Ha, albatta yoqyapti. Bu dacha menimcha bu Makka Mukarramaning eng katta boylariga qarashli bu. Deganlarda haqiqatan bu o'zim uchun qurilgan shu dacha edi, lekin buni sizga men hadya qildim deydi. Nima uchun? Sen meni ustimdan kulyapsanmi Sulaymon? Men ijarasini to'la olmayotgan bir inson, kambag'al bir inson bo'lsam, men ustimdan kulyapsanmi degan bir ma'noda gapirganlarda yo'q. Ustoz, sizda hayotingizdan xabardor bo'lganligim uchun o'zimga yaxshi ko'rgan narsani sizga ilindim, chunki meni ustozimsiz. Mana shu ustoziga buni hadya qiladi. Hadya qilib chiqib kelayotganda birga olib kelgan markabini ko'rsatib, bu markab mana shu joyga yarashadi. Mana shu markabni ham sizga Alloh yo'lida hadya qildim deydi. Ustozi yig'laydi. Sulaymon, meni bu xursandchilikni orqasidan xafachilikni xohlamayman. Menga bunaqangi ko'nglimni tushirmagan desa, yo'q, men Alloh uchun berdim. Buni ham beradi va qo'liga plastikni berib, mana bu plastik sizni umringizda oxirigadir yetadigan mablag' bor. Mana shu bilan siz xohlagan go'zal bir hayotda yashab umringiz oxirigacha meni haqqimga duo qilasiz. Chunki men sizga mana shu uyni berdim, mashinani berdim-u, lekin qo'lingizga plastikni beryapman-u, yuzingizdagi xursandchilik. Meni 1 riyol berib turib, o'rtoqlarimning ichidagi xursandchilikka hali sizga yetgani yo'q degan ekan. Xursand bo'ldingizmi? Ha, xursand bo'ldim. Lekin xursandchilikda ikkilanish borligi uchun Sulaymon aytdiki, sizning xursandchiligingiz meni o'sha yoshligimdagi xursandchiligimga hali yetgani yo'q degan ekan. Farzandlaringizni ishga olishlikni va ularga e'tibor berishlikni aytadi. Qarang, mana shu Sulaymon ustozini birgina daldasi sababli ilmga, bilimga berilib, astoydil bo'lib o'qib va mana shu holatga yetib, bugun qarang 200 mingga yaqin tub xurmosi bor ekan shu Madina Munavvara. Hammasi tasavvur qilyapsizmi? 100 kilodan meva soladigan bo'lsa, necha ming tonna bo'ladi. Mana shuni hammasini 2 haramga tarqatadi. Qarang, talabalarni oylik stipendiyasi yo'q, qiylanganlarga uy-joy qilib berishlik yo'q. Bundan tashqari mana bunaqangi xayriyalari mana Ramazon oyida 2 haramda iftorlar tarqatilinyapti. Mana hozir bunday yurib borsak, masjid bor. Shu masjid onasining nomiga qurilgan masjid. Mana shu majmua, mana shu masjid onalariga qurilgan. Mana shunaqangi onasiga, otasiga qurilgan sadaqa joriyalardan bir nechtasi bor.
boshqa davlatlarga ham, Afrikalargadir quduqlar qazib bergan, suv chiqazib bergan. Bundan tashqari mana qanday sadaqa joriylarni bir necha yuzini qildi. Nima demoqchimiz? Hayotimizda muhsin bo'lishga harakat qilaylik. Ya'ni ihson qilguvchi bo'laylik. Berguvchi qo'l bo'laylik. Hayotda berguvchi qo'l olguvchi qo'ldan ustun turadi, tepada turadi. U albatta yuksaladi, ravnaq topadi, taraqqiy topadi, ko'tariladi. Mana shu voqeani o'tgan safar aytsam, bitta ukamiz qo'lim ushlab o'tiring deyapti. Mana shu voqeani qachon eshitsam yig'layman men deyapti. Chunki hayotimda xuddi Sulaymonga o'xshab kambag'al yashaganmiz, maktabda zo'r o'qiganmiz deydi. Ilojimiz yo'qligidan maktabga bora olmaganmiz, aka-uka deydi. Maktabga bora olmaganmiz. Ustaga shogird tushib mashina tuzatganmiz deydi. Kechalari uxlamasdan kechkisi menda harakat qilganmiz. Endi o'zimiz tetapoya bo'lib tiklangan vaqtimizda uyimiz yonib ketdi, pulimiz yonib ketdi, hamma yo'g'imiz yonib ketdi. Ko'chada qoldik, g'irt yetim bo'lib qoldik deydi. Hech voqeamiz yo'q, ko'chada qolib ketdik. Alloh subhanahu va taolodan so'rab qo'limizdagi pulimizni ihson qildik deydi. Xudo shunday imkon berdi, shunday barakot berdi deydi. Shunaqangi darajada bo'ldikki deydi. Bugun deydi shahardagi eng katta boyga aylandik deydi. Ihsonda ish ko'p ekan deydi. Shu gaplaringiz nihoyatda to'g'ri deydi. Qarang, hayotimizda shuni ko'rdik. Bergan odamga Alloh berar ekan, beraverar ekan. Biz o'zimiz kambag'almiz, lekin berdik deydi. Berib ko'rdik deydi. Mana hozir deydi shaharda birov biz mingan mashinani bizdan keyin minsa minadiki, lekin bizdan oldin mina olmaydi deydi. Nimani hisobiga ega bo'ldik deydi. Shu deydi berganimiz hisobiga ega bo'ldik deydi. Shunda Alloh taolo onam duo qildi deydi. Onam, o'g'lim pulingni hisobini bilmay qolgin. Bugun mana kapada qoldik. Uyimiz yonib ketdi, tugi bilan hech narsamiz qolmadi. Pulimiz ham yonib ketdi. Odamlar bizga libos olib kelib berdi. Bolani kiyib turinglar qishlik. Bolani mana qilib turinglar dedi. Oriyat qildik. Lekin undan 2 barobar ishlashni boshladik aka-uka dedi. Alloh taolo shu ota-onamning duosini ijobat qilib dedi. Pulimizni hisobini ola olmay qoldik. Kelayotgan vaqtimizda ishonsangiz joylar, odamlar mana joyimda olasizmi deb mana skalatga tayyorlayapman. Buni korxonamda olasizmi? Mana men suv sotadigan mana sezoni kelyapti deb odamlar o'z taklif qilib orqamizdan pullar quvlab yuribdi qoraka deydi. Shuning uchun deydi, buni baralla qo'ymay ayting. Rasululloh aytgan hadisda qo'ymay aytingki, berguvchi qo'lni Alloh taolo hech qachon zoyi qilmaydi, balki ziyoda qiladi. Shuning uchun berguvchi qo'l bo'lishaversin. Berguvchi qo'l bo'lishaversin. Biz hayotimizda mana hozir ko'ryapmiz deydi. Mana hozir ko'ryapmiz deydi. Davlat orqamizdan quvlab yuribdi. Ana shuning uchun aziz do'stlar, muhsin odamni Alloh va uni farishtalari haqqiga salovat aytar ekan. Muhsin odam. Osmonda arshni ko'tarib turgan farishtalar u uchun istig'for aytar ekan. Nimaga? Bir mushkuli tushib turgan insonni o'sha mushkulotidan chiqarib olganligi uchun farishtalar uni haqqiga istig'for aytar ekan. Allohim shu bandangning gunohini kechir deb turar ekan. 4 toifa inson jannatda oldiga kelib, men kiraman deb qolsa, birinchisi shahid, ikkinchisi ro'zador, uchinchisi olim, to'rtinchisi boy. Men kiraman deb tursa, Alloh taolo aytar ekanki, bu shahid. Senga shahidlikning maqomini, senga buni barakasini, yaxshiligini kim o'rgatgansa olim. Uyalmaysanmi olimda oldin kirishga degan. Ro'zador muhsinga ham xuddi shu savolni bergan. Keyin sizlarning ishlaringizda eng haqli odam demak kim ekan? Muhsin ekan. Ihson qilguvchi birinchi jannatga kiradi deb. Shu joyda ham ihson qilguvchi odam
birinchi jannatga kirib kirar ekan. To'rttalasini ichida birinchi ehson qiladigan odam kirar ekan. Boy ham kira olmasa ekan. Ro'zador ham kira olmasa ekan. Qarang, shahid ham kira olmasa ekan. Balki birinchilardan bu boy kirar ekan. Boy kirya turib aytar ekanki, "Ey Parvardigor, menga shu bersang ziyoda qilib beradi Alloh" degan mana shu olim bo'ladi. Olim kirsa mendan oldin derkan. Mana shuning uchun aziz do'stlar, hayotimizda hammamizda hayotiy ishimiz bor. Kimdir biri pensiya oladi, kimdir biri oylik oladi, kimdir biri mavsumiy ishda ishlaydi, bir joydan dogovor qilib qanchadir summa oladi. Shu olayotgan vaqtda Alloh subhanahu va taolaning yo'lida berishlikni odat qiling. Chunki berayotgan odam yutkazmaydi, balki yutadi. Balki yutadi. Bo'lib ham Ramazonda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Jabroil Amin kesalar Rasulimiz alayhisolatu vassalomni ihson qilishliklari xuddi shamolga o'xshab ketadi deydilar. Rasululloh shamolga o'xshab ketadi. Bir joyda tura olmay qoladi Rasululloh. Ramazon oyi kelsa Rasululloh uylarida tura olmay qolar ekanlar. Balki bir joyda tura olmay qolar ekanlar. Borlarini sarflar ekan. Sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, menda bu oshiqcha zakot edi. Menda oshiqcha buni mablag'im bor edi." Rasululloh uylarida bir tigin bir chaqa olib qolmasdan hammasini tarqatib yurar ekanlar. Va o'zlari ham muhsinlikda ibrat ko'rsatar ekanlar. Hadicha onamiz qancha Rasulullohning xizmatlarini qildi. Qarang. Borini Rasululloh uchun tarqatib yubordi. O'zlarida Hadicha onamizdan keyin mencha mol dunyo qopti. Mana shuncha pul qopti. Shu keyin merosxo'rlarga beribdi degan narsa tarixda yo'q. Hammasini Alloh va uning rasuli uchun tarqatib yuborgan. O'zlariga biror so'm olib qolmaganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan bu shunday bo'lgan. Hattoki Rasulimiz alayhisolatu vassalom vafot etganlarida 18 o'sha kichkinagina bir dirham deydi. Mana shu dirhamchalik Rasulullohni birovdan olgan oldi berib qarzi qilgan ekan. Qarang, shunchalik darajada o'zlarida pul olib qolmagan ekanlar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Shu ishni bitirishlik uchun oldi berdi qilganda shu ozgina miqdorda qarzlari bo'lar ekan, lekin bir oshiqcha to'plab qo'ygan narsa bo'lmagan ekan. Biz bu dunyo uchun emas, balki oxirat uchun harakat qilayotgan insonlarmiz. Shuning uchun qo'limizdan kelsa shunaqangi yaxshiliklarni qilaylik. Biz uchun kimdir birov uyini bitirib olsin. Biz sababli kimdir birov yaxshiliklar topib olsin yoki ilm o'rganib qolsin, Qur'on yodlab qolsin, balki bir madrasalarda o'qib qolsin. Shunday insonlar bor, bilamiz azizlar. Bir insonni birinchi kursga kirgandan tortib to o'sha oxirgi kursini yakunlagunga qadar turib beryapti, Alloh rozi bo'lsin. Birinchi kursda tashlab ketgani yo'q. Yo ikkinchi kursda tashlab ketgani yo'q. Kirib olgandan keyin bo'ldimi degani yo'q. Balki oxirigacha turib beryapti. Balki uni o'sha ishga joylashib, o'zini o'nglab ketgunga qadar turib berayotgan insonlarni bilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Va qancha ukalarimiz Qur'onini mukammal qilishiga shu sahiy insonlarni sahiyligi sabab bo'lyapti. Va qancha insonlarni umra va hajlarga kelishiga muhsin insonlarni mablag'lari sabab bo'lyapti. Alloh taolo shunaqangi insonlarning sonini ko'paytirsin. Amin. Bu joyga kelib, bu joylarni tanishtirishdan maqsad shuki, mana Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar: "Al-hajji mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah." Hajji mabrurni, ya'ni qabul bo'lgan hajni mukofoti nima desa, uni mukofoti faqat jannat deb Rasululloh aytdilar. Endi insonning umrasini, hajini qabul bo'lganini ko'rinishi nima desa, it'amut ta'am va tibul kalam dedilar. U odamni o'sha umrasini qabul bo'lganligi birinchisi ochlarga taom berishni boshlaydi degan ekanlar. Ochlarga taom berishni boshlaydi. Ikkinchi ko'rinishi nimada desa, tilidan shirin so'z chiqadi. Hech qachon so'kinib gapirmaydi.
Ma'lo ya'ni bekor so'zlar chiqmaydi. Balki hikmat chiqadi, yaxshilik chiqadi, go'zal maslahatlar chiqadi, shirin so'zlar chiqadi. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Xulqi o'zgarib, ajoyib bo'lib qoladi. Mana shunaqa bo'laylik. Biz Allohning baytini ko'rib qaytayotganmiz. Kelinimizga yaxshi gapiradigan, singlimiz bilan aloqani tiklaydigan, qo'shnilar bilan go'zal muomalada bo'ladigan, mana shunaqa bo'lishimiz kerak. Va keyingisi qo'limizdan kelgancha muhsin bo'lishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizdan ibrat olishni nasib qilsin. Amin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu joyga keldik. Yaratgan Alloh barchamizni muhsinlar qatorida qilsin. Jannatga birinchilardan kiradi deb maqtagan va maqtalgan insonlar qatorida qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigori olam hammamiz bu joyga keldik. Bu joydan ibrat olishimizni Alloh nasib etsin. Hayotimizda ozmi ko'pmi topgan moli dunyolarimizda inson qilib qolishlikni, nomoya amollarimizga shunaqangi sadaqa joriyalar muhrlab qolishlikni Xudo nasib qilsin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Hayotimiz chog'ida faqat Qur'on o'qiydigan, hatmi Qur'on qiladigan, ihson qiladigan, zakot beradigan, insonlarni hojatini chiqaradigan, haj va umralarga jo'natadigan muhabbatli insonlar bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Va axiru da'vana va da'vahum alhamdulillahi robbil alamin.